Doktor, hozir qabulingizdan chiqib ketgan ayol nimaga yig'lab chiqib ketdi? Ha, u ayolmi? U ayol bemorimizning onasi hisoblanadi. Ya'ni bir bemorimizni onasi. U bemorda nafas qisish, yo'tal, burun bitishlar bo'lardi. U bemorni biz davolaganmiz. Bundan 2 oy oldin oxirgi marta qabulimizga kelganda bemorni tekshirtirganmiz. Hamma yo'llar tekshiruvlar qilib, allergiyalar aniqlangan hamda unga asid terapiya, ya'ni allergiyani emlashi qilish kerak deb aytganmiz. O'sha paytda qilish kerak edi, to'g'ri kelardi. Keyin bemorning uyidagi onasi uni foydasi yo'q, ishonmayman deb xullas olmagan. Keyin hozir yana 2 oydan keyin keldi qabulga. Qabulga kelganda yana yo'tal, nafas qisish holatlari bo'ldi. Endi bemorga tushuntirdim. Hozirgi holatini lecheniya qilib beraman, lekin asid terapiya, ya'ni allergiyani emlashni olishingiz kerak deb aytdim. Sen men uni olmaymiz, foydasi yo'q dedi. Bemorga keyin aytdim. Shu hozir bu qizingiz 15 ga kirdi. Ertaga bu turmushga bersangiz, boshqa bo'lsa, ertaga ozgina yursa ham nafas qisib, yo'talib, bo'g'ilib, hech qanaqa ishga yaroqsiz bo'lib qoladi-yu. Ertaga bu turmushga chiqadigan bo'lsa, keyin hayoti unaqa kasal bo'lib og'rirsa o'xshaydimi, o'xshamaydimi bilib bo'lmaydi. Shuning uchun shunga asid terapiya olinglar deb aytsam, bemor xohlamadi. Keyin bemorning onasiga aytdim, "O'g'lingiz bormi?" dedim. "Sen bor" dedi. "O'g'lingizga xuddi shu qizingizga o'xshagan qizni kelin qilib olib berasizmi?" desam, yig'lab yubordi. Keyin buni aytishimdan maqsad, kasal qizni hech kim kelin qilgisi kelmaydi. Xuddi shunday o'zini o'g'liga ravo ko'rmayapti, u holatdagi bemordagi qizni. Lekin qizi shu holatda og'rib yuribdi. Shuning uchun aytib tushuntirdim. Endi Xudo xolasa o'ylab ko'rib, yana qabulingizga kelamiz, albatta asid terapiya olamiz deb yig'lab chiqib ketdi. Rahmat, doktor.